pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi yoki hammasi avtomatik hal bo'ladimi? Bugun ko'p odam aynan shu savolda adashyapti. Yoshim yetdi, pensiya o'zi tayinlanadimi? Ish stajim bazada ko'rinmasa nima bo'ladi? Hozir borib ovora bo'lish shartmi? Men bugun shu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u nafaqat pensiya yoshiga yaqinlashgan odamga, balki hozir ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir fuqaroning puliga ta'sir qiladi. Videoni hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bitta xato bir necha oy yoki hatto bir necha yil davomida kam pensiya olishga sabab bo'lishi mumkin. Avvallari pensiya masalasi deyarli to'liq qog'oz hujjatlar bilan yurardi. Odam pensiya yoshiga yaqinlashsa, mehnat daftarchasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni, arxivdan tasdiqlarni, diplomni, harbiy xizmat hujjatini, farzandlar haqidagi guvohnomalarni, imtiyozli staj bo'lsa alohida tasdiqlarni yig'ardi. Keyin pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotlarga qatnab, mana shu yillarim hisobga kirdimi? Mana bu korxona yopilib ketgan, hujjatini qayerdan olaman deb yurardi. Endi vaziyat ancha o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Elektron bazalar paydo bo'ldi. My.gov.uz davlat xizmatlari markazlari pensiya tizimining ichki elektron bazalari orqali ko'p ma'lumotlar avtomatik tekshiriladigan bo'ldi. Ish beruvchilar xodimlarning ish haqi va mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni elektron shaklda topshiradi. Soliq organlari, bandlik tizimi, arxivlar, fadiyot, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari ayrim hollarda o'zaro bog'lanadi. Lekin mana shu joyda eng katta xato boshlanadi. Odamlar hammasi elektron bo'libdi. Demak, men hech qayerga murojaat qilmasam ham bo'laveradi deb o'ylaydi. Men buni xavfli yondashuv deb hisoblayman. Chunki elektron bazada siz haqingizdagi ma'lumot to'liq to'g'ri va xatosiz bo'lishi shart degan qoida yo'q. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshida ishlaganlar, yopilib ketgan korxonalarda ishlaganlar, norasmiy ishlaganlar, familiyasi o'zgargan ayollar, chet elda ishlaganlar, imtiyozli sharoitda mehnat qilganlar uchun tekshirish juda zarur. Men savolga aniq javob beraman. Ha, ko'p hollarda pensiya jamg'armasiga yoki pensiya masalasini ko'radigan vakolatli xizmatga murojaat qilish kerak. Lekin bu har doim ham borib navbatda turish kerak degani emas. Murojaat deganda men uchta narsani nazarda tutyapman. Birinchisi, pensiya huquqingiz bor yo'qligini oldindan tekshirish. Ikkinchisi, staj va ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini aniqlash. Uchinchisi, pensiya tayinlash uchun ariza berish yoki kamchiliklarni bartaraf etish. Bugun odamning eng katta vazifasi pensiya yoshiga yetgan kuni emas, undan ancha oldin tayyorlanish. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 75 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, men kamida 6 oy oldin hujjatlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki biror yil stajdan tushib qolsa, uni tiklash uchun arxivga so'rov yuborish, korxona vorisini topish, sud orqali faktni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Bu esa bir haftalik ish emas. Birinchi toifa mehnat faoliyati ko'p korxonalarda o'tgan odamlar. Masalan, bir kishi 1997 yildan 1995 yilgacha zavodda, 1996 yildan 2002 yilgacha kichik xususiy firmada, 2003 yildan 2010 yilgacha bozorda yakka tartibda, keyin 2011 yildan hozirgacha tashkilotda ishlagan bo'lsin. Bunday holatda hamma davrlar bir xil darajada bazada ko'rinmasligi mumkin. Zavod yopilgan bo'lishi mumkin. Xususiy firma hisobotlarini to'g'ri topshirgan bo'lishi mumkin. Yakka tartibdagi faoliyat bo'yicha to'lovlar to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar u odam baribir hisoblashadi deb o'tirsa, pensiya tayinlashda 5 yil staj chiqmay qolish ehtimoli bor. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa ayollar, ayniqsa familiyasi o'zgarganlar. Turmushga chiqqandan keyin familiya almashadi. Ayrim hujjatlar eski familiyada qoladi. Mehnat daftarchasida boshqa yozuv, pasportda boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora Karimova sifatida 10 yil ishlagan, keyin turmushga chiqib Gulnora Tursunova bo'lgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lmasa, bazada yoki hujjatlarda bog'lanish qiyinlashadi. Natijada bu odam o'sha odam ekanini tasdiqlang degan talab chiqadi. Uchinchi toifa imtiyozli stajga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar. Masalan, zararli sharoitda ishlagan konchilar, kimyo san'ati xodimlari, ayrim tibbiyot xodimlari, pedagoglar, harbiy xizmatga yaqinlashtirilgan yo'nalishlarda ishlaganlar, og'ir yoki xavfli mehnat sharoitida bo'lganlar. Bu yerda faqat
men o'sha joyda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, ishlab chiqarish turi, ish sharoiti, buyruqlar, tariflar, shtat jadvali. Korxona ma'lumotlari muhim bo'lishi mumkin. Bitta lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham imtiyoz tan olinmasligi ehtimoli bor. 4-toifa chet elda ishlaganlar yoki uzoq muddat norasmiy ishlaganlar. Pensiya hisobida asosiy masala faqat odamning ishlagani emas, balki qonuniy staj va tegishli to'lovlar qayd etilganidir. Agar odam 10 yil chet elda ishlagan bo'lsa, lekin O'zbekistonda tegishli tartibda sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq bilan bog'liq ma'lumot bo'lmasa, u davr avtomatik ravishda pensiyaga qo'shilmasligi mumkin. Ayrim davlatlar bilan kelishuvlar bo'lishi mumkin. Lekin buni alohida tekshirish kerak. Agar odam oxirgi 20-25 yil davomida bir yoki ikki rasmiy tashkilotda ishlagan bo'lsa, ish beruvchi barcha hisobotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchasida faoliyati ko'rinib tursa, pasport STIR, JSSHIR, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, bunday odamda muammo kamroq bo'ladi. Lekin kamroq degani umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men baribir pensiya yoshiga yetishdan oldin ma'lumotlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Masalan, bir ayol 25 yil maktabda ishlagan. Hammasi rasmiy mehnat daftarchasi bor. Ish haqi tushgan. Lekin bir yili maktab qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan. Hisobotda uning familiyasi bitta harf bilan noto'g'ri kiritilgan. Tizimda shu yil ajalib qolishi mumkin. Bir qarashda mayda xato, lekin pensiya hisobida har bir yil muhim. Shuning uchun oldindan tekshirish odamni ortiqcha asab, vaqt va pul yo'qotishdan saqlaydi. Tasavvur qiling, bir erkak 6 yil yoshga kirdi. U o'zini 3 yil ishlagan deb hisoblaydi. Pensiya hisobida esa 24 yil 6 oy ko'rindi. Nima bo'ldi? Ma'lum bo'lishicha 1994-1999 yillardagi korxona yopilib ketgan. Arxiv ma'lumoti bazaga tushmagan. Agar u bu masalani oldindan tekshirganda arxivdan hujjat olib kelardi va pensiyasi yuqoriroq tayinlanardi. Endi esa ariza berilgandan keyin ham kamchilikni to'ldirishga vaqt ketdi. Ayrim to'lovlar faqat murojaat qilingan sana va taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta ko'rilishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi 55 yoshga kirdi. 20 yil staj bor deb o'ylaydi. Aslida 12 yil oy tasdiqlanmoqda. 2 farzand parvarishi davri, o'qish davri yoki boshqa qonunda nazarda tutilgan davrlar hisobga olinishi mumkinmi? Buni alohida tekshirish kerak. Ba'zi davrlar umumiy stajga qo'shiladi. Ba'zilari pensiya miqdoriga boshqacha ta'sir qiladi. Agar u oldindan murojaat qilsa, qaysi hujjat yetishmayotganini bilib oladi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, diplom, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumoti va hokazo. 3-misol. Fuqaro 15 yil rasmiy ishlagan, keyin 12 yil yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Lekin tadbirkorlik davrida barcha majburiy to'lovlar qilinganmi yoki yo'qmi? Bu muhim. Odam patentim bor edi, do'konim bor edi deyishi mumkin. Ammo pensiya tizimi uchun tegishli badal va soliq ma'lumotlari asosiy dalil bo'ladi. Shuning uchun tadbirkor bo'lgan davrlarni oldindan soliq organlari va pensiya tizimi ma'lumotlari bilan solishtirish kerak. Bugungi tartibning asosiy yo'nalishi shuki, davlat ko'proq ma'lumotni o'zi bazalardan olishi kerak. Bu yaxshi o'zgarish. Fuqaro har bir idoraga alohida yugurmasligi kerak. Lekin amaliyotda eski davr hujjatlari, arxivdagi ma'lumotlar, korxona nomi o'zgarishi, tug'ilgan sana yoki familiyadagi xatolar sababli odamning ishtiroki baribir kerak bo'ladi. Pensiya tayinlashda odatda 3 ta asosiy narsa ko'riladi. Yosh, ish staji va hisobga olinadigan daromad yoki to'lovlar. Yosh aniq pasport bo'yicha belgilanadi. Staj esa hujjatlar va elektron ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi. Daromad bo'yicha ham ish haqi ma'lumotlari muhim. Agar ish haqi yaxshi bo'lgan yillar bazida to'g'ri ko'rinmasa, pensiya miqdori pastroq chiqishi mumkin. Shu sababli faqat stajim yetadimi deb emas, qaysi yillardagi daromadim hisobga olinmoqda deb ham so'rash kerak. Men ko'p uchratadigan xatolardan biri shuki, odam faqat pensiya yoshiga yetganda harakat qiladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Bir korxonaning buyruq raqami yo'q, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan. Bularning hammasi tuzatiladigan masalalar, lekin vaqt talab qiladi. Agar odam pensiya yoshidan 6-12 oy oldin tekshirsa, ko'p muammo oson hal bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Pensiya tayinlash uchun murojaat qilish muddatini o'tkazib yubormaslik kerak. Odatda huquq paydo bo'lgandan keyin ariza beriladi va pensiya tayinlash sanasi murojaat sanasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda belgilangan muddat ichida murojaat qilinsa,
pensiya huquq paydo bo'lgan kundan hisoblanishi mumkin. Lekin kechiksangiz pulni yo'qotib qo'yish xavfi bor. Shuning uchun keyingi oy boraman. Hali vaqt bor deb yurish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat nogironlik pensiyasi va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida vaziyat boshqacharoq. Bu yerda yosh emas, tibbiy xulosa, mehnat qobiliyati, marhumning staji, oila a'zolarining huquqi kabi omillar muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oilada voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, ular hujjatlarni tezroq topshirishi kerak. Bir hujjat yetishmayapti deb oylar o'tkazib yuborish mumkin emas. Chunki har oy oilaning real daromadiga ta'sir qiladi. Uchinchi nozik jihat, minimal staj yetmasa, odam pensiya emas, boshqa turdagi nafaqa yoki ijtimoiy yordam masalasini ko'rishi mumkin. Ko'pchilik men ishlaganman, demak pensiya olaman deb o'ylaydi. Lekin qonuniy tasdiqlangan staj yetarli bo'lmasa, yoshga doir pensiya tayinlanmasligi yoki kamroq miqdorda tayinlanishi mumkin. Bunday holatda ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Chunki ular qaysi huquq borligini tushuntiradi. Pensiyami, nafaqami, qo'shimcha hujjat orqali stajni tiklash imkoniyatimi? To'rtinchi nozik jihat ish haqi yuqori bo'lgan da'volarni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, odam oxirgi yillarda kamroq maosh olgan, lekin 2002-2012 yillarda katta tashkilotda yaxshi daromad qilgan bo'lishi mumkin. Agar o'sha davr ma'lumotlari to'g'ri aks etsa, pensiya hisobiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirayotganda menga faqat pensiya tayinlab bering demasdan, mening stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olingan deb aniq so'rash kerak. 5-nozik jihat, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga bu yil hisobga kirmaydi, hujjat yo'q, bunday bo'lmaydi deyishsa, sababini yozma yoki rasmiy tushuntirish shaklida bilishga harakat qiling. Chunki og'zaki gapni keyin isbotlash qiyin. Rasmiy javob esa sizga keyingi qadamni belgilashda yordam beradi. Arxivga borasizmi? Ish beruvchiga murojaat qilasizmi? Yuqori tashkilotga shikoyat qilasizmi? Yoki sud orqali mehnat faktini tasdiqlaysizmi? Endi men sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam, pensiya yoshiga yetishdan oldin shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSHIR, istir, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat stajingiz ro'yxatini o'zingiz tuzing. Oddiy daftar yoki telefoningizda jadval qiling. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Korxona hozir bormi yoki yopilganmi? Mehnat daftarchasida muhr va imzo bormi? Masalan, 1993 yil. Paxta tozalash zavodi operator. 1993-1997 yil. Qurilish tresti hisobchi. 1992 yil 2005 yil. Yakka tartibdagi tadbirkor. 2006 yildan hozirgacha maktab o'qituvchisi. Shu jadval sizga ham mutaxassisga ham masalani tez tushunishga yordam beradi. 3-qadam. Mavjud hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari. Imtiyozli stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun oldindan maslahat olish foydali. 4-qadam, murojaat qilish kanalini tanlang. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borishingiz, davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilishingiz yoki elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, my.gov.uz orqali tekshirishingiz mumkin. Qaysi yo'l qulay bo'lsa, shuni tanlang. Muhimi, murojaat rasmiy qayd etilsin. Agar ariza topshirsangiz, ariza raqami qabul qilingan sana, mas'ul xodim yoki tizimdagi holatni saqlab qo'ying. 5-qadam arizaga yozing. Masalan, mening yoshga doir pensiya tayinlash huquqimni ko'rib chiqishingizni, mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinganligini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar aniq davr bo'yicha muammo bo'lsa, 1992 yillarda falon korxonada ishlagan davrim stajga kiritilishini tekshirishingizni so'rayman deb alohida ko'rsating. Bu murojaatni umumiy emas, maqsadli qiladi. 6-qadam, yetishmayotgan hujjat chiqsa, darhol harakat qiling. Korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov yuboring. Korxona boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lsa, huquqiy vorisini aniqlang. Hujjat topilmasa, mehnat faoliyati faktini tasdiqlashning boshqa qonuniy yo'llari bor yo'qligini mutaxassis bilan ko'rib chiqing. Ba'zan sud tartibida faktni belgilash kerak bo'lishi mumkin.
lekin bu eng oxirgi choradir. 7-qadam. Hisob kitob natijasini tekshiring. Pensiya tayinlandi degani masala tugadi degani emas. Sizga qaysi staj hisobga olingani, qaysi davrlar kiritilmagani, pensiya miqdori qanday asosda chiqqani qiziq bo'lishi kerak. Agar shubha bo'lsa, qayta hisoblashni so'rash mumkin. Masalan, siz o'tgan yil staj bor deb bilasiz. Qarorda 27 yil ko'rsatilgan bo'lsa, qolgan o'tgan yil nega kiritilmadi degan savolni berish shart. Eng birinchi xato. Men pensiyaga chiqquncha hali vaqt bor deb yurish. Aslida vaqt borligi sizning foydangizga ishlashi kerak. Oldindan tekshirsangiz, hujjat topasiz, arxivga so'rab berasiz, ish beruvchi bilan bog'lanasiz. Ikkinchi xato. Mehnat daftarchasini yagona dalil deb o'ylash. Mehnat daftarchasi muhim, lekin hamma narsani hal qilib bermaydi. Undagi yozuvlar to'g'ri, muhrli, buyruq raqamlari bilan bo'lishi kerak. Ayrim davrlar elektron ma'lumotlar, soliq to'lovlari ish haqi ma'lumotnomasi bilan tasdiqlanishi mumkin. Uchinchi xato, norasmiy ishlagan yillarni avtomatik staj deb hisoblash. Afsuski, men ishlaganman, hamma biladi degan gap pensiya hisobida yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya huquqi hujjat va to'lovlar bilan bog'liq. Shuning uchun yoshlarni ham ogohlantiraman. Bugun konvertda maosh olish, shartnomasiz ishlash ertaga pensiyangizga zarba beradi. 4-xato, murojaat qilganda savol bermaslik. Men odamlarimizga doim aytaman, pensiya masalasida uyalmang, tortinmang, aniq savol bering. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr hisobga olinmadi? Qayta hisoblash imkoniyati bormi? Rasmiy javob olsam bo'ladimi? Degan savollar sizning huquqingiz. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Mening javobim: ha. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, stajingizda eski davrlar bo'lsa, korxonalar yopilgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, tadbirkorlik yoki chet eldagi ish davrlaringiz bo'lsa, imtiyozli stajga da'vo qilsangiz. Albatta murojaat qiling va tekshirtiring. Hozir ko'p jarayonlar elektronlashgan, lekin elektron tizimdagi xato yoki yetishmayotgan ma'lumot sizning pensiyangizni kamaytirib qo'yishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l oldindan tayyorlanish. Hujjatlarni tartibga solish, rasmiy murojaat qilish va natijani tekshirish. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yoshingiz, taxminiy stajingiz, qaysi davr muammo bo'layotganini yozsangiz. Keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntiraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya masalasida bugun bilgan ma'lumot ertaga real pulingizni saqlab qolishi mumkin.